Assalomu alaykum YouTube kanalimiz kuzatuvchilari, Persep ishqibozlari, navbatdagi Persepimiz ham xudo xolasa tayyor bo'ldi. Bu Persepimiz 98% holatda bitdi. Ertaga ozginalik ish qolgan, elektr montajlarni qilamiz. Poloni qatiramiz, xudo xolasa. Ertaga bu Persepimiz ham to'liq bitadi. To'liq bitgandan keyin videosini qo'yib ko'rsatamiz. Xudo xolasa ot tashiydigan Persepimiz. Ot olib chiqib ko'ramiz, chiqsa chiqdi, chiqmasa videosini qo'ymaymiz. Persepimiz razmeri eni 2 metr, uzunligi 3,5 metr. Bortini balandligi 1,40. Adush uloq sezonda otlarni uloqqa olib boradigan Persep bo'ldi. Bu Persepimiz. Endi nechta ot sig'ishini men bilmayman, to'shnisini, aniqini. Bu ot tashiydigan Persep Qashqadaryo viloyatiga tayyorlandi. Mini traktor uchun Persepimiz ham ramalari boshlangan. Xudo xolasa bu Persepimiz ham ramasini ertaga bitirib, risollar qo'yishni boshlab harakatni qilamiz. Bu tikoni bagachi. Endi o'ziga kichkinalik qilgan 35 sm qo'shib uzaytirib qo'ydik, 1,5 metrga keltirib qo'ydik tikon bagachini ham. Berdilka qilib. Pol, konteyner pol bosib berdik. Materiallarimiz baqot, xudo xolasa hammasi bab joyiga panjara qilib qo'yganmiz. Endi akani zakasi bo'ldi. Xullas, uloq sezonda uloqqa borganda ko'pkarda otlar echki, shunaqa mayda tana, qo'y yutadigan bo'lsa, mana shu joyiga qamab qo'yadi. Sovrinlarni, solimlarni mana shuga qamaydi. Alimiz ochiladi. Akalar mana. Uloq sezonda ochib qo'yib, mana bu joyini bog'lab oladi ip bilan. Bo'ldi, ip bilan bog'laydi, ketaveradi. Uloqqa boradi, otlarni yuklab olib borgan, shu Persepni olib borgan otlar marraga solsa, echki, shunaqa toyga solsa, mana bu qamelidagi ma'misini yopib qo'yadi. Yopib qo'yib, otlarni yana sekin-sekin bog'lab ketishaveradi. Mana shunaqa qilib tayyorladik. Mana bu joyda ruchkalari bor. Bu joyda ruchkasi bor, tagida iladigan ilmog'i bor ichki tarafida. Xullas, bu joyga ham 7-8 ta 10 tagacha echki sig'adi. Shu solimdan tushgan echkilar sig'adi. Endi ko'pkardagi echkilarni ham ko'rdik. Mishiqdan sal kattaroq bo'lar ekan. Ana shunaqa echkilarni solib qo'yadi, ketaveradi. Orqasi ochiladi va yopiladi. Buni yopib qo'yib ko'rsatamiz hozir. Yopilgandan keyingi holati mana borti baravari tekis, seli tekis bo'lgan. Mana shuni yopadi. Hamda ruchkalari bor. Ruchkalarni suqib, bu qanday ishlaydi degan, mana ruchkasi 3 ta turba bo'ladi. 3 ta turbaga mana bunaqa zashulkasi bor mana. Ko'ryapsizmi mana? Aynan zashulkasi bor. Zashulkani olib solib qo'yadi, bo'ldi. Eshigi 2 dunyo ochilib ketmaydi. Elektr montajlarni qilamiz, atrajatlarni yopishtiramiz. Qatiradigan samirazlarni qatirib qo'yamiz, mahkamlab polini. Chiroyli qilib bu Persepimiz ham ertaga 100% bitkazdirib ko'rsatamiz. O'slarimiz rossiyskiy bro'y turba, risollarimiz traktor, teleshkasning risoli, balonlarimiz Cobalt'da baloni. Oldidagi aylanadigan kurigi 50 yillarda Persepniki Urminskiy Perseplarda kurigidan qo'yilgan. Stupitsamiz, diskamiz 20 tur bo'lganiga bo'lyapti. Bu joyda endi hozir qorong'i, endi ko'rsatishga harakat qilamiz, ko'rsataveramiz uni. Bu joyda endi uloqqa borganda pul sovrinlar tushib qolganda ana joyga bosaveradi. Siqqanicha bosadi. Pulni ko'proq. Arqon soladigan, nuqta soladigan, jugan soladigan idish. Bunimiz kim biladi bu nima? Rezvali, mana rezva yechiladi. Shuni diskani soladi, zapaska balonni solgandan keyin mana boltini bitta teshikdan qatirib qo'yib bo'ldi. Bu yoqqa tushib ketmaydi. Buni ham ertaga zapaska balonlar qo'yib ko'rsatamiz. Bu zapaskasi bo'lmaydi, zapaskani o'rnini qo'yib berganmiz xolos. Akalar, kimga qanday Persep kerak bo'lsa, bemalol aytaverasizlar. Zakaz bo'yicha chiroyli qilib tayyorlab chiqarib beramiz. Narxi 15,5 million so'mga bo'ldi mana shu holati. Ag'daradigan Persep kerak bo'lsa, ag'daradigan tayyorlab beramiz. Ag'darmaydigani kerak bo'lsa, ag'darmaydigan. Mol tashiydigan desa, mol tashiydigan qilib beramiz. Ag'daradigan Persepga mol tashiydigan variantda qilib chiqarish kerak bo'lsa, uni ham chiqarib beramiz tayyorlab. Videomiz kengroq tarqalishi uchun like, podpiska bosib qo'ysangiz yaxshi bo'ladi. Xudo xolasa, keyingi Perseplarimiz videolarni ham qo'yishda davom etib qo'yishni chiqaramiz YouTube kanalimizga. Mana shu nomerlarga aloqa chiqaverasizlar. 99 970 22 04. Mana shu nomerlar doim ishlaydi.
Ekranga ham nomer qo'yib qo'yamiz, aloqachi qo'rasizlar. Chiroyli qilib bomba narxlarda, skitka narxlarda qilib beramiz. Hammaga omad, charchamanglar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa bu pritsepimizni chiroyli qilib yuklash, jo'natish aloqalarini ham qo'yib ko'rsatamiz, jo'natib turganlarimizni ham. Videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, hammaga rahmat. Narxini aytmaysizlar deysizlar, mana narxini ham aytib qo'ydik. Narxni aytganimizga yarasha like, podpiska bosib, qo'llab-quvvatlab yuboringlar endi. Jonlar sog' bo'lsin.